380 million so'mdan 480 milliongacha. 2026-yil ipoteka kreditlari limiti oshirilishi mumkin. Joriy yil uchun bozor tamoyillariga asoslangan ipoteka kreditlari orqali aholini uy-joy bilan ta'minlash dasturini qabul qilish rejalashtirilmoqda. Avvalroq Adliya vazirligi tomonidan 2026-yilda ustuvor yo'nalishlar bo'yicha islohotlar dasturlari va O'zbekiston 2030 strategiyasini amalga oshirish bo'yicha davlat dasturi to'g'risidagi Prezident farmoni loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgani haqida xabar berilgandi. Ushbu dastur doirasida jami 23 trillion so'm ipoteka kreditlari ajratiladi. Shundan davlat budjetidan 12,2 trillion so'm, banklarning o'z mablag'lari hisobidan 7,8 trillion so'm va O'zbekiston ipotekani qayta moliyalashtirish kompaniyasi hisobidan 3 trillion so'm yo'naltiriladi. Bitta kvartira uchun ajratiladigan ipoteka kreditlarining miqdori Toshkent shahrida 480 million so'm, hududlarda esa 380 million so'mga yetkaziladi. Yana 2,7 trillion so'm ipoteka kreditlari bo'yicha subsidiyalar ajratiladi. Mazkur ishlarning bir qismi 1-martdan boshlansa, boshqalari yil davomida amalga oshiriladi. O'zgarishlar natijasida ajratiladigan ipoteka krediti mablag'lari hisobiga 73 mingdan ortiq oila uy-joy bilan ta'minlanishi kutilmoqda. 30 ming nafar fuqaroga ipoteka kreditlari bo'yicha boshlang'ich badal va foiz xarajatlari uchun subsidiya ajratiladi.